Ne so'rashyapmiz o'zi. Aslida hammamiz boyetsmiz-ku, lekin siz bank xodimisiz-a? Hozirda bankda faoliyat olib boramiz. Bankda ishlaysiz. Bank ishlayapmiz. Ham trenersiz. Bo'sh vaqtimizda trening qilamiz. Plus chempionlar bor. O. Yaxshi ekan, o'shadagi hali esti bor ekan-chi. Demoqchiman, O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini chet elda himoya qilganlar bormi? Albatta, albatta. Yaqinda ham mana Moskvada bo'lgan chempionatimizda ham Xudoga shukr, mana qo'shlarimiz ikkita oldi. Kumush, bitta bronza olib keldi. Moskvada nima qilyapting, akbar? Urushib keldim. Urushib kelding? Nechinchi o'rin? 2. Necha o'rinda? Teng bo'ldimi? Ha. Xullas, ham bank xodimi, ham sensei, ham shifu, ham ustoz, ham trener. Singurkida zalimiz bo'lardi. Abshak degan o'sha Bo'zbozor yonida. O'sha yerga birinchi marta o'sha rahmatli Murod aka Xonto'rayev olib borganlar, ustozlari Nodir aka Qadirov bo'lardi, tanishtirib o'sha yerda shug'ullanardi. Xuddi shunga o'xshagan kichkinagina zal bo'lgan. Bu yerda hammasi Osiyo, jahon, kamida O'zbekiston chempioni bolalar bo'lardi. Shu yerda men ko'rib, birga shug'ullanib, shunaqa kichkinagina sharoitda ham shunaqa chempionlashishsa bo'ladigan turtki bo'lib, mana shu zalni ochganmiz. Alhamdulillah, shu vaqt ichida ko'plab O'zbekiston, Osiyo chempionlari yetishtirib chiqdik shu yerda.